Salom jigarlar, sizlar bilan Benti kanali. Bugungi videoda noldan qanaqa ko'tarilishni o'rgataman va birinchi yangi kirgan novichok nimalar qilishi kerakligi haqida batafsil tushuntirib o'tmoqchiman. Videoni boshlashdan oldin like va podpiskaga bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas jigarlar, Grand Mobile'da 38-server yaqinda qo'shilgan server bor. Buni bilsanglar kerak. O'zbek serveriga kirib, shu serverda noldan ko'tarilib ko'rishga harakat qilmoqchiman. Rasman serverimizga ham kirib oldik. Xullas, svot ko'p turinglarda urganimiz 1 yaqinda ochilgan akkaunt. Xullas, serverga kirgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz chap tomondagi missiyalar degan joyni ochamiz va bu yerda birinchi missiya skuter ijaraga oling debdi. Uni ijaraga olishdan oldin promokod yozib olamiz. Liboy bitta promokod kirishlarga yozish esdan chiqmasligi kerak. Masalan, men nima promokodni yozib olganman. Ular shuni yozgandan keyin Porsche beradi va 50 ming o'yin valyutasidan berib turinglarda. Xullas, missiyalarni qilmasligidan so'rayman. Shu promokod yozmay turib, men birinchi promokod yozib oldim. Shu birinchi missiya men skuter olish. Nima uchun o'zbek serveriga kirdim? Chunki sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun, ba'zilarga ruscha tushunarsiz bo'lishi mumkin. Xullas, skuter olamiz. O'sha skuter ijaraga oldingiz, quest mukofotini oldingiz debdi. Короче, birinchi missiyamizni biz qildik va bizga 2000 o'yin valyutasi berdi. Xullas, biz keyingi qiladigan ishimiz bu pasport olish bo'ladi jigarlar. Mana shu chap tomon ekranda turadi, o'zi shu joy bossanglar o'zi kiradi. Короче, fuqarolikni olish deyapti. Hukumatga boring, mening navigator davlat taskilotlari. Xullas, qisqa qilib aytganda pasport oling deyapti. Bu olganlarimizga ham hammasiga pul beradi. Короче, hukumatga yetib keldim. Viktor bilan gaplashdik. O'sha fuqarolikni olish missiyasi bajarildi deyapti. 5000 so'm beryapti menga. Короче, keyin boradigan joyimiz magazin 24/7 bo'ladi. Bu kirgandan keyin opaning yoniga boramiz. Telefon, planshet bo'lgan joy bor. Shuni olganimizdan keyin bizga yana pul berdi. 3000 berdimi? Menga ko'rinmayapti. Xullas, shunaqa pul beradi. Birma-bir qilaveramiz. Bu birinchi marta kirgan novichok igroklarga tez ko'tarilishiga yordam beradi. Millioner qo'rmaydi-yu bu missiyalar, lekin sal bo'lsa ham yordam beradi. Endi quruq yurganda yoki pul solganda, sal-pal eplashtirganda shu yaxshi deb o'ylayman. Xullas, dalish keyingi boradigan joyimiz Banisi, Yujniy arzimas farqi yo'q. O'sha akamizni yoniga borsak, o'zi bitta bizga med karta beraveradi, bizga ko'ptonada 5000 so'm beraveradi qo'shib. Asal bor xaritada deydi. Xullas, shunaqa. Endi keyingi boradigan joyimizni yana shu joydan ko'rib olamiz. Hayot harakatlardan iborat deyapti. O'sha avtomaktabga boring, pravez oling deyapti. Xullas, endi keyingi boradigan joyimiz avtoshkola bo'ladi. Uni ko'pchilik biladi o'zi. Shunaqa qilib ovozga bo'ladi. Endi bu bilmaganlarga, novichoklarga yangi. Короче, mana Kivoldi avtoshkolamizni ham. Xullas, bu yerda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu yerda savol javob bo'ladi. Biladiganlar bor, bilmaydiganlarga bu foydali bo'lsin. Короче, oson bu. Xullas, 5x videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Ekran zapis qilsanglar. Xullas, savol javobdan keyin bizga mashina min deydi va ajraniya qil deydi. Xullas, bu joyni o'tkazib yuboraman, chunki buni hamma biladi. Короче, pravo testdan o'tganimizdan keyin ham hayot harakatlardan iborat missiyasi bajarildi deydi. Uje yana bizga qanchadir o'yin valyutasi berdi, qanaqadir bonus berdi. Urinimiz ko'tarilishiga ham XP lar bergan. Xullas, bu missiyani tugatdi. Endi avtoturargohga bor deyapti. Ya'ni parkovkaga borishimiz kerak. Bizga berilgan mashinani olishimiz kerak. Короче, men parkovkaga Salomon kelib oldim. Ikkita mashina bor ekan. Sizlarga ham shunaqa ikkita mashina berilgan bo'ladi. O'shalar bu o'yinni osinglar bo'laveradi. O'yindan zavqlanyapsizmi deb so'rayapti. Kayf qilyapman o'yinda bor. O'lay agar, o'lib qolay agar. Dalish qiladigan ishim Opel, Porsche'mi, boshqacha go'zalim, asalim. Xullas, endi keyingi qiladigan ishimiz bu yangilanish deyapti. Nufuzli ishga joylaning deydi. Короче, biz kiyim do'konga borib turib kiyinishimiz kerak. Bo'ldi, gap yo'q bo'lmasa men kiyim do'koniga sekin yo'l oldim. Davot eng pastda 10 ming so'mlik kiyimimizni shunday levka olamizda. Bo'ldi, shu keyingi missiyam bajarilgan. Uni prosta kiyib olsak bo'ldi. Mana kiyimni muvaffaqiyatli sotib oldik deyapti. Короче, jigarlar, bu missiyani ham muvaffaqiyatli bajardik. Uje mana tepada ko'rsanglar bo'ladi. 25 ming so'm bergan. 10 ming so'm pul sarfladi. 25 ming so'm chiqardi. Sof foyda 15 ming so'm. Короче, keyingisi Grand Shaurmaga bor ovqatlan deyapti.
Короче, shoxobcha nimadirlar deyapti. Xullas karta xaritani bosib olamiz. Biz уже bizga avtomatически metga qo'yib beradi. Xullas dal shaqqa boramiz. Короче, jigarlar men yetib qoldim. Xullas yo'lda ketayotgandim, o tepada chatda o'qib ketsam, уже bu yerda radio bo'layotgan ekan. Siz nimalarga qiziqasiz asosan deyapti. Keyin float off nimadirlar deyapti. Xullas bu yerda bizlardan ham oldiy sho'rmaga ketish kerak edi. Xullas bo'ldi, bu missiyamiz ham bajarildi. Endi keyingi missiyaga o'tamiz. Yer osti ekspeditsiyasi deyapti. Уже keyingisi bu konga bor, короче deyapti. Biz xaritani bosib olib konga boramiz. Короче, jigarlar konga ham kelib oldik. Xullas ishga kiramiz. Короче, jigarlar va nihoyat oxirgisini olib keldim. Уже siz rudo solingan qutini topshirdingiz deyapti. Keyin yer osti ekspeditsiyasi kirish uchun mukofot oldingiz deyapti. Все, bu missiyamiz ham уже tayyor. Dalish keyingisi mazali tushli deyapti. Restoranga borib ovqatlanib oling deyapti. Короче, jigarlar biz keyingi missiyani qilishga ketyapmiz. Xullas, tepada chapga yetib berayotgan bo'lsalar, o'qib o'tirgan bo'lsalar qaranglar. Ichganmisiz deydi, nima deb tushunmadim. Keyin yo'q deyapti. Texnik nosozlik deb pastda yozyapti yana. Короче, jigarlar uzun quloq gaplarga qaraganda ko'p yerda ishlagan ekansiz. Rostmi degan gapiga hamma boshida yerda ishlaydi. Tepaga chiqishdan oldin degan. Au. Короче, jigarlar chatga e'tibor beramiz. Juda zo'r savol tushdi. Yaxshi, sizni juda ko'p ayollar bilan ko'rishgan ekan. Sevganingiz bormi degan savol tushdi. Men ungacha keyingi missiyani qilyapman. O'sha javob keldi. Bu hamma gapga ishonavermaslik kerak. Erkak kishi bittasini sevadi. Bla. To'g'risi kechiringlar, men o'zbek serveriga короче birinchi marta kirishim edi. Bunaqa narsalar birinchi marta ko'ryapman. Ruslarga o'rganib qolibman. Xullas dalisha keyingi missiyamiz tarqatish va yuborish deyapti. Короче, qisqa qilib aytganda pochtaga yo'l olamiz dalishi. Короче, men itda ishlagani keldim. Короче, bu missiya просто qadolash, 10 marta qadolash kerak. Keyin qadolagan narsalarni joyiga borib qo'yish kerak. Buni bilasizlar o'zingizlar. Bundan oldingi videoda eng zo'r ish deb shu pochtani aytib o'tib ketganman. Ko'rsanglar bo'ladi. Короче, men oxirgisini olib ketyapman. Oxirgi berganimdan keyin men tarqatish va yuborish quest uchun mukofot oldingiz deyapti. Bo'ldi, shu yerdan chiqib ketamiz. Уже tezda bo'ladi, 5 minutga ham qolmaydi. Короче, dalish missiyamizni ko'rib chiqib olamiz. Xo'p, siz qaysi tarafdansiz deyapti. Короче, yana Twixga borib itda ishla deyapti. Короче, ketdi Twixga. Короче, tomoshabinlar, men Twixga kelib oldim. Xullas, ishdan chiqqandan keyin ish bu topganimni ko'rsatib o'taman sizlarga. Короче, jigarlar, keyingi missiyamizni sizlar bilan birgalikda ko'rib olamiz. Уже bundan oldingisi bajarildi. Endi birinchi yo'nalish missiyasiga o'tamiz. Bajarish bosqichlari avtobus haydovchisi bo'lib ishga keling deyapti. Короче, avtobusda liniyada yuramiz. Короче, mashinam buzilib qoldi. Yo'l-yo'lakay remont navor olgani kirdim. Ish bilan mana bot tuzatib qo'ydi meni mashinam. Xullas, mana keldik keyingi missiyani bajarishga ham. Xullas, boshlanishni bosamiz. Keyin Arzamas shahri degan joyni belgilaymiz. Shu yaqinroq bo'ladi. Quest ham tez tugatamiz. Короче, jigarlar, o'zi ham missiyada eng ko'p vaqt oladigan shu avtobus bo'ldi. Xullas, mana shuni ham birinchi jo'nashgan уже bajardim. 30 ming berar ekan o'zi ham, keyingisi 20 ming berar ekan. Xullas, mexanik bo'lib ishga kiring deydi. Xullas, mana men mexanik keldim. O'sha oxirgi missiyam deb o'ylayman buni, lekin boshqa missiyalar ham ko'p. Bu birinchi kunga yetadi bu. Keyin dalish agar ikkinchi qism, uchinchi qism chiqishini xohlasanglar, like bosib qo'yinglar. O'sha keyingilarda perikop qilishimiz ham mumkin. Birinchi o'rinda kimdandir yordam so'rashim kerak. Hozir Tiko yordam beradimikan? Xullasda Tiko yordam berdi. Endi iltimos doktor missiya bajarib olay debgan paytim o'sha ketib bordi orqasidan. Ulamam yetolmadim. Короче, shunday tuzatib bersam maylimi missiya uchun deyapman. Men so'rayapman, mana shu yerdan ham hozir bilib olamiz o'zbeklar poddeshkasini. O'sha halol bermaydi tepada yozgan ekan, endi ko'rdim. Tak bo'pti-da, balkim o'zbek poddeshka qilish kerak-ku. Kerak emas. Da bo'ldi, tushundim. Lekin bunaqa holatni ruslarda umuman ko'rmaganman. Shu yana birinchi serverda o'ynayotganimda ham kelgan shunaqa missiyalar kelgan, shunaqa qilsa urush kelgan, lekin o'zbeklar poddeshka qilish kerak edi. Bu bratga ham shuni deb yozamiz. Может yordam berar. Shamxot. Shunga yordam beraver jigar. Короче, jigarga yordam bermoqchi edim. Ketib qoldi. Xullas, dalish odam qidiramiz. Просто
Yozdim, tepaga chatga yozyapman. Iltimos uzatib bersam maylimi deyapman. O'sha mana 2 ta qilganman. Yana 8 ta qilishim kerak. Men просто iltimos qilyapman. Men aytmayapman, YouTube'ga video olyapman deya olmayman. Aytmayapman. Просто tak shunday odamgarchilikdan kelib turib so'rayapman. Endi короче mayli, xullas o'zbeklardan umuman poddeshka buni ham bo'ladi deb lekin o'ylamadim umuman. Bitta poddeshka qilishadi, hamma o'zbek-u deb turib o'zi kiruvdim. Shu serverda olaman shu videoni deb kiruvdim. O'sha mana shu bratga ham yordam berib olay, mayli, qolib ketdi shekilli. Qayergaligini ayting, jigara olib qo'yaman. Короче men taksistni ham qilmayapti o'g'lim o'zi, просто по-bratski burchakda yerni burchagida qolib ketganiga olib kelyapman. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling jigarim, sog' bo'ling. Просто xafa bo'lib ketadi odam, просто нормально endi o'ynayman deb novichok masalan yangi o'yinchi kiradi, shunaqa masalan missiyani bajarib kimdir poddeshka qilmasa, уже xafa bo'ladi. O'zbeklardan уже нормально poddeshka kutayotgan odam уже xafa bo'lib chiqib ketadi. Yo просто o'zbeklar poddeshka qiladigan joyi lekin endi kimdir menga farqi yo'q, menga nimadir deydi, o'zi politsiyskiga kirib olib, zo'rg'alatdan yalinib yurib 2-3 level bo'lgandan keyin уже yo'q, kerak emas deydi. Bilmadim. Короче mayli, уже keyingi odamni topishimiz kerak уже. Bile. Hali bratanu. Kakras olib turing hozir. Jigar to'xtab turing, siz to'menga poddeshka qilib oling. Yaxshilik aytadi-yu. Kimdir, qachondir nimadir-ku. Da qani ko'ramiz mana. Men yaxshilik qilganman, masalan, olib borib qo'yganman. Qani menga poddeshka qilaman, ko'ramiz. Hozir javob bersa, men уже tuzatishga tayyor bo'lib tursam bo'ladi. 100% javob beradiganga o'xshayapti. Давай. Okey, bo'ldi, gap yo'q jigarim. Отдуши. Xullas mana oxirgi ishimni ham qilib oldim. O'sha missiya tugadi. Bundan keyin bo'ldi, rahmat aytyapman akaga. Rahmat jigarim, sog' bo'ling. Отдуши. Yuraydi. Xullas mana noldan ko'tarilishni birinchi kuni ham tugadi jigarlar. O'sha men ishimni qilib bo'lganman, o'sha missiyani bajarib bo'lganman, lekin yonimga ma'murlarga turib tuzating deyapti Sardorbek. Короче tuzatib qo'yaveramiz. Mehr ko'zda jigarlar, короче dilxiralik bo'lmasin. Oddiy o'yin-u. Просто endi aql chitish emas, просто men ham Ruslan serveriga atay kirmadim, o'zi 21-serverda oson bo'lardi. Короче rus serverdan olmaganim sababi просто o'zbeklar poddeshka qiladi. Oddiy o'yin bo'lsa ham mehr ko'zda-yu, dilxiralik bo'lmaydi-yu. Xullas shunaqa bo'ladi deb turib ko'rdim. Xullas ko'rdinglar, qanaqa bo'ldi. Короче videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, poddeshka qilib yuborasizlar jigarlar. Shu videoda oxiri edi. Bundan keyin videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar jigarlar, salom bo'linglar.